Bilasizmi, agar qanaqadir bir yaxshi amal qilishni yoki ajr olishni osonroq yo'lini qidirayotgan bo'lsangiz, unda insonlarga eslatma qiling. Hozir video qilayotib, mana shu narsa esimga tushdi. Subhanalloh, har safar qanaqadir bir video qilayotganimda o'zimga o'zim o'ylab qolaman. Bu videoni qancha inson ko'rarkanki va qancha inson amal qilarkan. Qancha inson bir-biriga eslatib, shundan Alloh umid qilamanki, albatta Alloh menga ajrini berarkan deb. Videolarim chiqqanidan keyin insonlar aytishadi, yaxshiyamki sizni videongizni ko'rib qoldim. Siz sababchi bo'ldingiz. Men qaysidir bir kunda roza tutishimga, qaysidir bir kunda yaxshi bir amal qilishga, ibodat qilishimga siz sababchi bo'ldingiz deb. Shuning uchun agar qanaqadir bir manfaatli video ko'rsangiz yoki eslatmani ko'rsangiz, albatta boshqa bir insonga ulashishni unutmang. Allohim esa ajrini albatta beradi, inshaalloh.